Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bunday bozor obzor ishqibozlari va jamiki chorvadorlarga o'zimiz alangali salomlarimizni yetkazib qolamiz. Hafta kuniga 3-may, haftaning shanba kuni, ya'ni dam olish kuni ertaga. Hammalaringga xayrli va barakotli o'tsin kunlaring akalar. Kim qayerdan kuzatib boryapti? Yozib qo'yinglar akalar, musofirdagi akalar. Alloh taolo ishlaringga fayz va barakotlar bersin. Qiynalmayapsizlarmi? Charchamay ishlayapsizlarmi akalar? Kim qayerdan kuzatayotgan bo'lsa, kim nima kasb egasi bo'lsa akalar, Alloh taolo xayr va barakotlar yog'dirsin. Akalar, biz bugun Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Begobod chorva bozoridamiz. Namanganlik savdogar akalar yoki Namanganda yashovchi akalar deyarli ko'pchiligi bu bozorda juda yaxshi bilishadi. Boshqa joydan kuzatayotgan akalarga sifatlik shvets mollar aynan mana shu bozorda chiqadi. Akalar, endi bitta narsani sizlarga aytib o'tayin. Ozgina video cho'ziladi, lekin manfaatli bo'ladi. Xo'p, ot bozorini so'raganlarga bu yerda mana bunday toy bozorlari ham bor akalar, sharoitlar bor. Endi bitta narsani aytib qo'yaylik akalar. Bu bozorda ikkita kirish eshigi bor. Birinchisi mana bu tarafda, mana ko'ringlar, mana birinchisi mana shu joyda, mana shu burchakda, shu devorning burchak tarafida kirish. Bittasi o sigir bozor deyishadi akalar, mana shu tarafdan, mana shu burchagida, u devorning burchagida. Ikkita kirish eshigi bor. Kirganlaringda akalar eslatmada kimdirga agar mabodo kerak bo'lsa, bu eshikdan kirganlaringda birinchi qo'y bozoriga tutilasizlar, undan keyin xunojim bozor, mayda xunojim bozor, keyin mayda buqacha bozor, bu yoqqa yiriklashib ketaveradi. Bu eshikdan kirsalaring birinchi kirishlaringga mana shu joylar sigir bozor bo'ladi. Keyin mana tarafga o'tganlaringizda tarozi bor, tarozi ya'ni boqma buqalarda yoniga yetib kelasizlar akalar. Xo'p, hozirgi videomiz akalar yosh buqachalarning narx-navosi, misol uchun akalar mana shu. Mana bo'yi 90 chiqmaydigan buqachamiz savdo bo'lyapti. Qani necha pul savdo bo'lyapti akalar? Qani xudo xolasa yirik buqalarni qildik akalar. Kanalimizga obuna bo'lib kuzatib qo'ysalar, kuzatishda davom etsalaring, obuna bo'lganda ham qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, hammasi yoki VS'da belgilab qo'ysalaring, xudo xolasa akalar, nima desak bo'ladi? Qo'yib borayotgan reklamalarimiz ham, qo'yib borayotgan obzorlarimiz ham hali bir miriqib tomosha qilishga bir sizga yermay bo'ladi akalar. Manfaatli video xudo xolasa biz kimdirning molini, jonini talon-taroj qilganimiz yo'q. Qo'ldan kelgancha mehnatimizni qilyapmiz akalar. Bittadan qadrlab like'larni bosib, obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani bismillahirrohmanirrohim akalar, tushib turib savdosini boshladik. Aka, qaysi molni necha pul savdo bo'lyapti? Aka, qaysi biri? Nimaga uyalasiz? O'g'irlik qilganingiz yo'q. Qaysi manami? Qorasi. Necha pul? Asqar aka necha pul? Akalar 15 millionga 200 ming so'm kam. Bo'ylarida Oybekjon, sizlar bo'ylari 1.5 atrofida chiqadi. Molni qo'polligi holati yaxshi. Oyoq qo'llari polvonroq variantidan ekan akalar, e'tibor berib turgan bo'lsalaring. 1.5 atrofida, oshiq emas akalar. 1 metrdan baland, 1.5 atrofida mol akalar. Uka bo'yi bilan aytib keting deb ko'p aytishadi akalar, qo'ldan kelgancha. 500 ming, 400 ming deganda akam so'raganlar tatdim. Akam savdo qilyaptilar. Kelisholmasmi? Akalar qani ketdi. Mana shu mol savdo bo'lyapti turadi. Akalar, shu mol necha pul savdo bo'ldi? Assalomu alaykum. Aka, necha pul? Savdosini eshitib qo'yinglar, mana kameramga qarab turaman. Savdosi 11 million. 11 millionga berilmadi, ha? Barakasini bersin. Akalar, boya ko'rsatgan buqachamiz, hozir boshida ham ko'rsatib o'tgan buqachamiz 11 million so'mga berilmabdi akalar. Yo'q, u kichkina buqa 11 millionga berilmabdi. Endi mana bir jup shvets, qora ola ishqibozlariga yana shvets. Dilshod aka, hormang. Aka, necha puldan? 17 17 million 500 ming so'm. Hop, 20 kami bor. Bu 17 million 200 ga baraka bo'ldi. 17 million 200 ga baraka bo'ldi. 20 million kami bor ekan. Aka, shu o'rinda bir qator nomer qoldiraylik, keyin siz ishingizni qilaverasiz, men mollarni ko'rsataveraman. 93lik 938 938 95 77. Doim shunaqa buqalar bo'ladi, aloqaga chiqsa, alokatsiyalar tashlab beraverasiz, uydan ham kelib olib ketishaveradi. Akalar, bozorga kelish imkoniyati yo'q akalar, mana nomerlarni olib qo'yapmiz, bemalol aloqaga chiqib ketaverasizlar akalar. Mashg'ulotimiz berdik. 12 million 100 mingga. 12 million 100 ming so'm bo'pti akalar mana. 12 million 100 ming so'm. Lekin qaraganda endi bu hayvonlar Sifat. sifatli hayvon.
Ertaga ham To'g'ri. chiqadi, olib chiqadi. Hop, yelkasi, orqa boshi yomon emas akalar. Hop. Endi narx aytilayotgan bo'lsa, hammasi o'zini holatidan kelib chiqib. Oybekjon bo'ylarni ham bir qator aytib qo'ying deganlarga 1.10. Mana shular 1.10 atrofida aylanadi. Mana o'si 1.8 atrofida aylanib qoladi. Mana ularni 1.10 bilan 1.5 ta oralig'ida aylanib qoladi akalar. Narx navosini endi nima deyapti ko'ringlar. Hop. Akalar mana bu yerda sifatli mollar savdo bo'lyapti. Aka, nechta pul savdo bo'layapsiz, nechta pul narx aytayapsiz? 28 deb aytmanman. Qiyin savol berdimmi deyman, o'ylanib qoldingiz. Nechta pul narx berishyapti? 13 dan beryapti. 13 dan 26 million so'm akalar savdosi bo'layapti ekan, lekin mollar sifatiga, holatiga yomon mol emas. Jonimayda hozirgacha kunimizdagi narx-navoga o'rtacha narxda. Aynan chorva keskin o'sib boryapti kundan kuniga. Olaman degan akalarga tavsiya qilib qolamiz. Aynan bizdan yo shu bozordan olinglar demaymiz. O'zlaringga yaqin bozordan olishda tavsiya beramiz akalar. Oybek. Hop, akalar, mashina qilib turingda mana. Hop, akalar, Mashpasani bilasizlar, Qirg'iziston Respublikasi o'tadigan pashsha. Ana mollarda ko'p ekan. Mana Yosh go'zaliga yopishadi bu. ko'ryapsizlar mana. Shuni qirg'iz pashsha deb qo'yishadi, bilganlar bo'lsa, mabodo. Hop, akalar, molning holati yaxshi. Osilari mana shunaqa yaxshi mol olishni tavsiya beraman. Kimga qanaqa bilmadim. Nomer qoldiramizmi aka? Ha, sotaverasizmi shu yerda? Shu yerda sotiladigan nomer qoldi. Akam nomer qo'yishni xohlamadli, endi so'rab qoladigan obunachilar bo'lsa. nomer beriladi. Ha, olganga beriladimi nomer? Sizlar kuchli ekansizlar haqiqatdan, ha? Bozorlaringni bersa, hop, akalar. Bu yerda o'zimizning местный joylari bu qoladi variantidan akalar. Xudo xolasa bir bozorda oyoq qo'llanib, chaqqon variantlarni yoritib borishni davom etamiz. Egalarga yuzlanamiz. Aka, assalomu alaykum. Nechi bosh sizni buqoyingiz bor bu yerda aka? 6 bosh. 6 bosh. Nech puldan narx aytayapsiz? Bash to'tosi 13,5 dan kam bor. 13,5 dan kam bor deyilyapti. Bo'ylari akalar 1.10 bilan 1.5 ta atrofidagi mollar akalar. 13,5 dan Kami bor. 13,5 dan kam bor ekan, ozgina akalar. Qolgan ikkitasigachi bir jupiga? Ikkitasiga 12,5 dan kam bor. 12 million 500 ming so'mdan kam bor deyishyapti akalar. Qizil bilan qizil da. Mana shu ikkita buqamizga akalar. O'zimizni Messini narx-navosini so'ragan akalarga qo'ldan kelgancha yoritib boryapmiz. Katta buqa, mayda buqa akalar. Menimcha tafovut unaqa darajada yuqori emas. Hamma mayda qimmat deydi, lekin boqmaga o'tdik ham. Mana shu molni oldingiz 2 oy yetaladingiz, mol yaltiradi, sal badan yugurdi. Olib chiqsangiz qancha 30 million kami bor deyilyapti. So'ralayotgan narx-navosi 23 million 5 milliongacha dashi so'ralyapti akalar. Bu degani 2 oy mobaynida 7-8 million daromad. Eng minimum olinglar 4 million daromad. Oyiga 2 milliondan bitta chorva uchun yomon emas. Hozirgacha kunduzda umuman yomon emas. Kimda o't ko'kalam sharoiti bo'lsa, kelinglar, olinglar, mana ozg'in variantlari deysizlarmi? Oling mana bunday sifatli deysizlarmi? Hammani ko'ngliga o'tirgan variantidan bor. Hammani stili har xil akalar. Nomer qoldiramizmi? 93lik. 93lik 118 36 93 raqamlariga akalar aloqa etsalarning savdogar akalarimiz manzillarga salar tashlab berishadi. Tagi serob bo'ladi. Bemalol kelib, ko'rib, ko'z bilan olaverasizlar akalar. Shunaqa gaplar. Endi yana sekin obzor qilishni boshladik akalar. 1,5 oylik oldin 13 million 400 ga sotiladi shu ketgan. Qo'ysangizchi? Ha. Ko'tari ham zo'r. Aka, dehqonchilikni nech pul deyapsiz? Gapingizni bo'ldim. 16 kam bor dedi. 16 million so'm kami bor deyilyapti. Bo'y basiga keladigan bo'lsak 1.5 ga 1.8 1.9 variantida akalar. Akalar. Buqacham aka, nech pul narx aytyapsiz? 10 million kam. Yosh ko'chat buqacha so'raganlarga. Akalar bo'ylari 85 chiqadi atrofida. Lekin bitta narsa borda, gap bo'y emas, gap tig'.
tig' deganda nima nazarda tutadi? Mol sifati, holati, kelajagi deb qo'yishadi-yu. Aka necha pulga bordi? Sir bo'lmasa. 8.500.000 so'mga savdosi bo'lgan. Buqacha akalar ko'ringlar. Uka, meni oshcha yemga pulim yo'q. Uydagi oziq-ovqat po'chaqlarini ham chiqib yeveradi degan akalar uchun buqani tavsiya qilamiz. Aka nomer qoldiramiz. 94lik 157 9107. Akalar kimgadir har xilda, kimdir 8,5 millionga balandrog'ini beradi deydi. Lekin Oybeji o'zingiz nima qilasiz? Men aynan mana shunaqa buqachani olib boqqan bo'lardim 8,5 million so'm pulga. Bu qolganda nimaga desalaring, bu mol buni 5 sent o'sib qo'ysa ham narxi 10 million ustida bo'lib qoladi. Sababi sifatini hisobiga mahsuldorligi ham yuqori bo'ladi. Meni o'zimda shaxsiy fikrim, sizlar ham o'z fikrlaringizni bildirib bemalol o'tirasizlar kommentariyalarda akalar. Kimga qanaqa? Baribir zo'rini boqaveringlar, zo'rlik qiladi akalar har qachon. Bu yerda akalar o'zimiz akalardan. Agar shuni mana shu qana ko'rsatsa bo'ladi. Akalar nech pul narx aytyapsiz aka? 13 pul? 13 million so'm kami bor narx aytilyapti akalar. Bo'ylari 1 metr atrofidagi buqacha akalar. Nima deymiz endi akalar? Cho jonivor. Akalar, narx-navo qanday bo'lishiga qaramasdan bozorda savdo qizg'in bo'lyapti. Endi qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'ryapsizlar akalar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Vo hoji aka, ehtiyot bo'ling hoji aka. Qancha baraka bo'ldi? 13.750 ming so'm akalar. Ismoil nech bilan narx aytyapsiz? 12 kami bor. Yaxshimisiz? 12 kami bor, 13 dan kami bor. Bo'ylari bir atrofida kelib qoladi. 90 plus varianti adashmasan. 95 mi shu? 95 ekan. Bir deb ham o'zi ko'proq aytvardim-da, demakki 1 metrli o'zi ko'z pishib qoldi. Boraverib video syomkalarga mol 1 metr chiqmaydi. Lekin 90 usti 1 metrdan kalta 95 ekan. Egalari ham shuni deb aytadi. Endi molni old qatorlaridan ham bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar. Lekin mana shusini orqa boshi boshqacha ekan. Mana kalla boshlarini so'raganlar. O mana yeb to'ymas variantdan ham bor ekan, ajoba. Masala bo'pti mana. Nechi pul ajoba? Odamlar ko'rsa 8 milliondan kami bor. Aynan. Novoz bo'ylari 75 chiqadi mana o'zi 75. Shunaqa 75 atrofi bo'ylari. Hojiba o'tgan safar menga molni sotmadingiz-a? Hali bitta buzogingiz mana yerda. Ha, hali o'qimi? Ha. Mas'uliyatmi? Endi holatiga yarashaydi-da mol. Joni hisobisin, barakasini bersin muhimi hojiba. Yaxshi sotibsiz. Men ham yomon bermadim, 7,5 ga shiptmaydi deysiz. Akalar, bu mayda bolalarda ham qo'ldan kelsa 70 sm ham 8,5 million kam bor deyishyapti. Aka bu qochalarmi? Nech bilan narx aytyapsiz? Nusxonojin akalar, mana bu qolar. Pasosmi yemaveradimi? Yemaveradi ham deyishyapti. Endi so'ragan akalarga nech bilan narx aytyapsiz aka? 10 million. Bunisi 10 million, unisi 8,5, bunisi 7,5. Shunaqami? O'zi ritmga tushib qolibsiz. Akalar, buzaylar yosh, 70 sm atrofida, manosi bor 80 plus variantda chiqib qoladi. Lekin narxiga bilmadim kimga qanday tuyulyapti narxni, lekin arzon emas, hech qayer arzon emas. Qayer arzon bo'lsa yozib qoldiringlar, lekin sifatlari mana shu darajaga kelgan bo'lish kerak akalar. Bilmadim kimga qanday. Mana mayda buqalarda ham yoritib, tugatib bo'ldik. Shu Xunojin bozor chegaraga yetib keldi. Bir qator yosh Xunojin so'ragan akalar ham Xunojinlardan. Aka nech pul bo'ldi?
7 Ha. beradi. Ha, yetalashyapti ekan akalar. Buqacha bozori mana shu chegara mana shu akamdan chegara bu yog'i o'zi buqa bozor, bu yog'i Xunoy bozor. Yosh buqachalarni qo'ldan kelgancha yoritdik. Endi keyingi navbat Xudo xolasa Xunoylarga keldi. Akalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta bozordan 3 ta 4 ta video albatta qo'yib boramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.